Assalomu alaykum. Bu Xalq so'zi va Narodniy Slova gazetalarining jahon kundaligi dasturi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyani urushni to'xtatishga undash maqsadida e'lon qilgan 40 kunlik ta'sir o'tkazish operatsiyasi yakunlandi. Operatsiyaning asosiy maqsadi Rossiyani urushni tugatish bo'yicha qaror qabul qilishga undashdan iborat edi. Ekspertlar operatsiya Kremlni muzokaralarga majburlay olmaganini, ammo Rossiyaga harbiy va iqtisodiy bosimni kuchaytirganini ta'kidlamoqda. Germaniyaning Bild nashri suhbatlashgan harbiy va siyosiy tahlilchilarning fikricha, ushbu maqsadga to'liq erishilmagan bo'lsa-da, Ukraina Rossiyaga bir qator jiddiy zarbalar berishga muvaffaq bo'lgan. Myunxendagi Bundeswehr universiteti xalqaro siyosat professori Karlo Masalaning aytishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qisqa muddat ichida yon berishga majbur qilish boshidanoq qiyin vazifa bo'lgan. Uning ta'kidlashicha, Putin har qanday sharoitda ham urushda harbiy yo'l bilan g'alaba qozonish mumkinligiga ishonishda davom etyapti. Xavfsizlik va tashqi siyosat bo'yicha ekspert, Germaniya mudofaa vazirligining sobiq maslahatchisi Niko Langi esa Ukraina harakatlari qisman bo'lsa-da, sulh bo'yicha muzokaralarga turtki berishi mumkinligini aytgan. Uning fikricha, tomonlar dengiz va havoda o'zaro hujumlarni cheklash masalasini muhokama qilishi ehtimoldan xoli emas. Bu keng qamrovli tinchlik kelishuvi bo'lmasa-da, Ukraina uchun muayyan diplomatik yutuq bo'lishi mumkin. Sharqiy Yevropa bo'yicha ekspert Andreas Umlandning baholashicha, operatsiya rasmiy tashqi siyosat maqsadlariga erishmagan bo'lsa ham, Ukraina Rossiyaning iqtisodiy infratuzilmasiga uzoq masofali dronlar orqali zarba berishning yangi taktikasini samarali qo'llagan. Shuningdek, u so'nggi haftalarda Rossiya jamiyatida urushga munosabat bo'yicha qarama-qarshilik kuchayganini qayd etgan. Ekspertlar fikricha, endi asosiy masala Ukraina uchun bosimni shu suratda davom ettira oladimi yoki yo'q degan savolga borib taqaladi. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan kelishmovchiliklari bo'lib turishini ma'lum qildi. Uning so'zlarini TASS keltirmoqda. Isroil ajoyib hamkor. U AQShning ittifoqchisi, lekin Fransiya, Buyuk Britaniya yoki Qo'shma Shtatlarning boshqa har qanday ittifoqchisi bilan munosabatlarda bo'lgani kabi ba'zida fikrlarimiz bir joydan chiqmaydi, dedi u Fox News telekanaliga bergan intervyusida. Vinsning so'zlariga ko'ra, vitse-prezident sifatida uning vazifasi faqat o'z mamlakati manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Manfaatlarimiz Isroil manfaatlari bilan mos tushganda umumiy maqsadlarga qanday erishishni muhokama qilamiz. Mening nuqtai nazarim, Isroil bosh vaziri pozitsiyasidan farq qilganda esa buni ochiq-oshkora muhokama qilamiz, deb ta'kidladi u. AQSh vitse-prezidenti Eron bilan bo'lgan mojaroni yakunlashga o'z hissasini qo'shishga harakat qilayotganini qayd etdi. Men mutlaqo bunga harakat qilyapman, lekin ba'zida bir qadam oldinga va 2 qadam orqaga, keyin esa 3 qadam oldinga va 1 qadam orqaga tashlashga to'g'ri keladi, dedi u. Pentagon AQShning yangi yadro strategiyasini ishlab chiqmoqda. Bunda asosiy e'tibor kichik masofali taktik qurollarni qo'llash ehtimoliga qaratilmoqda. Bu haqda NBC xabar berdi. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra, yangi strategiyada 10 yillar davomida o'zgarmas deb hisoblangan yadro quroliga bo'lgan avvalgi yondashuv shubhasiga olinmoqda. Mahkama takliflariga ko'ra, strategiya AQSh prezidenti uchun harakat qilishning hech bir variantini istisno etmaydi. Aksincha, realistik va ishonchli tanlovlarni taqdim etish orqali uning qaror qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi hamda bu orqali tep turish omili kuchaytiriladi. Biz yadro qurolini qo'llashning ishonchli variantlariga ega bo'lishimiz zarur deb hisoblaymiz, dedi suhbatdosh. NBC xabariga ko'ra, ushbu strategiyani ishlab chiqishga Pentagonning siyosiy boshqarmasi rahbari Elbridge Colby boshchilik qilmoqda. Jarayon har bir yangi prezident davrida odatdagidek o'tkaziladigan muntazam tekshiruv doirasida olib borilmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosarining ma'lum qilishicha, Eron va Ummon Hormuz bo'g'ozi orqali tijorat kemalari qatnovini tartibga solishga oid taklif etilgan kelishuv loyihasini yakunlash arafasida. Biroq Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Qozim G'ayrbobodiyning davlatga qarashli IRNA agentligiga bergan intervyusida bu kelishuv bo'g'oz avtomatik ravishda qayta ochilishini anglatmasligini ta'kidladi. Shuningdek, Eron AQSh bilan muzokaralar olib borayotgani haqidagi xabarlarni rad etib, Ummon bilan olib borilayotgan muloqotlar faqat 2 tomonlama ekanini bildirdi. G'ayrbobodiyning aytishicha, muzokaralar 3 haftadan ortiq davom etgan va kemalarning kirish hamda chiqish yo'nalishi bo'yicha taklif etilgan sxema yuzasidan umumiy kelishuvga erishilgan. Shuningdek, texnik masalalar, Eron va Ummonning xavfsizligi hamda suvereniteti, dengiz harakatini boshqarish va kemalardan ma'lumot to'plash uchun qo'shma muvofiqlashtirish markazini tashkil etish masalalari ham muhokama qilingan.
Taklif etilgan rejaga ko'ra, Hormuz bo'g'ozidagi Larak oroli yaqinidagi vaqtinchalik yo'nalishlar va Ummon hududiy suvlari orqali o'tadigan mavjud yo'nalishlar yopiladi. Yangi kirish va chiqish yo'laklarining bir qismi Eron hududiy suvlari orqali o'tadi. G'arb vodiyning aytishicha, bu o'nlab yillar davomida tijorat kemalari asosan Ummon suvlari orqali harakatlangan tizimdan voz kechishni anglatadi. Taklif etilgan yo'nalish dastlab 2 oydan 4 oygacha yoki undan ham uzoqroq muddat davomida sinov tariqasida ishlashi mumkin. Uni amalda joriy etish uchun Eron oliy rahbariyatining alohida qarori talab etiladi. AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance Fox News telekanaliga bergan intervyusida Eron bilan kelishuv bo'yicha muzokaralar murakkab kechishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, eronliklar nihoyatda qiyin muzokarachilar va mamlakat boshqaruvida bo'linish mavjud. Eron qo'llab-quvvatlaydigan Yamandagi Husiylar Saudiya Arabistonining Daisy nomli neft tankerining yana bir muhim dengiz yo'li Adan ko'rfazida nishonga olinganini ma'lum qildi. Ularning da'vosiga ko'ra, kema ballistik raketa bilan nishonga olingan va oqibatda yo'nalishini o'zgartirib, ortga qaytishga majbur bo'lgan. Shu bilan birga, AQSh vositachiligida Isroil va Livan o'rtasida o'tkazilgan muzokaralar chorshanba kuni kutilgandan ertaroq yakunlandi. Bunga Isroilning Livan janubiga qayta bergan zarbalar sabab bo'lgani aytilmoqda. The Washington Post Trump Pentagon rahbari Hexitdan raketalar tanqisligi yuzasidan izoh talab qildi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Camp Daviddagi yig'ilishda AQSh prezidenti Donald Trump norozilik bildirib, o'q-dorilar bilan bog'liq muammo allaqachon hal qilingan deb o'ylaganini aytgan. Bunga javoban Pentagon rahbari Pete Hegseth aybni o'z o'rinbosarlaridan biriga yuklashga uringan. Biroq manbalarga ko'ra, Eron bilan davom etgan uzoq muddatli mojaro natijasida Tomahawk, Patriot, THAAD, Atakms raketalar zaxiralari sezilarli darajada kamaygan. Aynan shu holat manbalarning ta'kidlashicha, Trumpning yangi zarbalar berishdan tiyilishga majbur qilgan. Biroq Oq uy va Pentagon bu ma'lumotni rad etgan. Bizda hozircha shular, kuzatishda davom eting.